Assalomu alaykum, hurmatli Fizika Noldan kanali obunachilari, kuzatuvchilari. Xo'p, kuzatuvchilar deb nimaga aytyapman? Kuzatib obuna bosmasdan kuzatayotganlar obunani bosib qo'yamiz. Xo'p, bugungi 4-darsimizda bo'lmasam boshlaymiz. Birinchi savol deb uzr. 46-savolga keldik, chapter 2dan, ya'ni ikkinchi bo'limdan. A feather initially at rest is released in a vacuum 20 meters above the surface of the earth. Which of the following statements is correct? Hop, statements degani bu mulohaza deydimi? Shunday narsa ibora. Mulohaza ekan bu yoqda, mana qaranglar. Qaysilari to'g'ri deyapti. Hop, 12 metrdan demak tashlab yuborilgan pat vakuumda tashlab yuborilgan. Qaranglar, e'tibor berishimiz kerak vakuumda. Qaysilari to'g'ri fikrlarni o'qiymiz. The maximum velocity of the feather is 9.8 meter per second. B. The acceleration of the feather decreases until terminal velocity is reached. C. The acceleration of the feather remains constant during the fall. D. The acceleration of the feather increases during the fall. E. The acceleration of the feather is 0. Ya'ni patning maksimal tezligi 9.8 ga teng deyapti. Yo'q, bu menimcha xato, chunki u bilamizki, o'zgarmas tezlik bilan tushadi vakuumda, bilamiz. Hamma jism o'zgarmas tezlikda bir vaqtda tushar edi, esingizda bo'lsa. Vakuum shunaqa joy edi. Xo'p, terminal tezlikka eng yuqori turg'un tezlikka erishguncha patning tezlanishi kamayib boradi. Yo'q. U vakuum bir xil tezlanish, vakuum bo'lsin, vakuum bo'lmasin, bir xil tezlanishda tushadi. Ya'ni shu erkin tushish tezlanishida tushadi. Hech qanday tezlanish ortmaydi ham, kamaymaydi ham. Xo'p, tushish davomida patning tezlanishi o'zgarmas qoladi. Umuman javob to'g'ri, misol uchun. D. Tushish davomida patning tezlanishi ortib boradi. Bu ham xato, chunki aytdim boya, faqat G ga teng. Patning tezlanishi 0 ga teng. Yo'q, 0 ga teng emas. C javobimiz to'g'ri. Xo'p, keyingisi an object is released from rest. How far does it fall during the second of its fall? Second degani bu ikkinchi sekund degani, tushunarlimi? Ikkinchi ham sekund deb tarjima qilinadi inglizchada. Xo'p, demak, ikkinchi soniyasi davomida qancha masofa bosib o'tadi? Biz biladigan formula shu. J taqsim 2 cos ichida 2n minus 1. Bu mana shu n sekundda topish formulasi. Boshlanish tezlik bo'lmasa. Agar boshlanish tezlik bo'lsa, oldida v0 plus bo'lardi. Teng 4.9 908 da bo'lyapmiz. Yana ko'paygan 2 2 4 4 da 1 raysak 3. Hop, 3 ga ko'paytiramiz. 15 dan sal kichikroq son. 15 o'zi ekan. Taxminan 15 metrda o'zi bu. C javob, tushunarlimi? Keyingisi, a heavy ball falls freely starting from rest between the third and first second of time it travels a distance of, ya'ni between the third and first second of time it travels a distance of. Og'ir tinch holatda erkin tusha boshladi. U 3 va 4 soniyalar oralida qancha masofani bosib o'tadi degan savol berilgan ekan bizda. Xo'p. Demak, bo'ldi. 3 va 4 soniyalar oralig'ida qancha masofani bosib o'tadi? Oralig'ida degani uchun ikkita holat yozishimiz kerak. Endi 3-sekund uchun yozamiz. J taqsim 2 2 ko'paygan 3 minus 1 bo'lsa, keyingi tenglamamiz H4 J taqsim 2 2 kara 4 minus 1 da, tushunarlimi? Ikkalasini ayira olishimiz kerak endi. Bu necha chiqadi? J bilan ifodalasak. Xo'p, 6 5 2,5 J chiqadi bu. Bu-chi? 8 7 bu 3,5 J chiqadi. Xo'p. Bundan buni ayirsak, endi xo'p, bundan buni ayiradigan bo'lsak, necha bo'ladi? 10 metr chiqadimi? Delta hashimiz 10 metr. Yoki
J'ni 908 deydigan bo'lsak, 908 ni o'zida. Xo'p, lekin javobda D ni ko'rsatyapti. Nimaga D ekan tushunmadim. Xato tarjima qilindi yo'q. Starting from rest between the third and fourth second of time it travels a distance of. U 3 va 4 soniyalar oralig'ida qancha masofani bosib o'tadi? 3 va 4 soniyalar oralig'ida. Xo'p. Mana bu 0 dan 4 sekundgacha. Mana bu 0 dan 3 sekundgacha. Ko'ryapsizlar, 2,5, 3,5 chiqadi. Qo'ysak 10 metr bo'ldi bu javob. Javoblarda lekin kamchilik bor ekan menimcha buni. Chunki undan oldin ham chiqqan kamchilik eslaringizda bo'lsa. Keyingisi, as a rocket is accelerating vertically upward at 9.8 meter per second quadrat near Earth's surface, it releases a projectile immediately after release. The acceleration in a meter per second quadrat of the projectile is. Ya'ni raketa yer sirtiga yaqinda vertikal yuqoriga 908 tezlanish bilan ko'tarilgan vaqtda undan bir snaryad ajralib chiqdi. Ajralishdan so'ng darhol snaryadning tezlanishi qanday bo'ladi? Darhol degani qaranglar mana qanday tezlanish bilan ketyapti? To'g'ri, bu tepaga z bilan ketyapti ekan, tepaga. Tushunarli, a teng j ekan. Ya'ni bu raketa tortish kuchini yengmoqchi-da, xullas, yerni tortish kuchini yengmoqchi. Endi aytayapti. Shundan bitta jism tashlab yubordi deyapti. Uning tezlanishi qanday bo'ladi? 0 bo'lmaydi-da bu. Tushunarlimi? Pastga har doim j bor. Tepaga ham j hozir, lekin tashlab yubordi degani bu joyda qolib ketadi degani emas bu. 0 emas bu tezlanishi. Har doim pastga j bor. Tushunarlimi? Down javob shu. Down 908 metr bo'ladi. Metr taqsim sekund kvadrat. Hop, keyingisi, a stone is released from a balloon that is descending. Keyin o'tgan safar xato o'qimiz. Descend. Nima deb o'qigandik? Descendmi? Shunaqa deb o'qigandik. Ikkitasi bo'lsa descending deb bo'ldi. Descending at a constant speed of 10 meter per second, neglecting air resistance after 20 second. The speed of the stone is, ya'ni tosh 10 metr taqsim sekund o'zgarmas tezlik bilan pastga tushayotgan havo sharidan qo'yib yuborildi. O'zi havo shari pastga tushayotgan ekan, ma'lum bir tezlik bilan tushayotgan ekan havo shari. Demak, pastga va 10 bilan tushayotgan shardan yana bitta jism, demak, nima qilinibdi? Tashlab yuborilgan. Mana shu yerdan bitta jism tashlab yuborilgan. O'sha jismning deyapti, ma'lum vaqtdan tezligini topishimiz kerak. Biz bilamizki, ma'lum bir tezlik bilan tushayotgan jismdan biror bir narsa tashalsa, o'sha tezlik bilan u ham demak pastga qarab harakat qiladi. Uni bilamiz hammamiz. Bilmasangiz ham mana bilib qo'yinglar. Shunday tushayotgan, ma'lum bir tezlik bilan tushayotgan jismdan biror narsa tashlasak, o'sha tezlikka teng boshlanish tezlikka ega bo'ladi u. Endi t vaqtdagi tezligi pastga tushayotgan bo'lganligi uchun v0 plus zt bo'ladi. Hop, 10 o'rniga qo'yamiz, v0 o'rniga 10 qo'yamiz, zt ni o'rniga esa 196 qo'yamiz. 20 ga ko'paytirsak 196, 10 ga ko'paytirsak 196. Jami 206 chiqadi javobimiz. Ya'ni C javob. Tushunarlimi? Hop, 51. An object dropped from the window of a tall building hits the ground in 12 seconds if its acceleration is 9.8 meter per second quadrat. The height of the window above the ground is, ya'ni above the ground is height of the, ya'ni balandlik topishimiz kerak. Window above the ground is, ya'ni oynadan yergacha. Xo'p, 12 sekund davomida yerga borib urildi. Agar uning tezlanishi shunday bo'lsa, yer sirtidan qanday balandlikda joylashgan? Tashlab yuborildi. Boshlanish tezlik bo'lmaganligi uchun h teng z kvadrat taqsim 2 dan foydalanar ekanmiz. Xo'p, 908 o'zi yoziladi. T kvadrat 12 kvadrati mahraj desa 2. Xo'p, hisoblaydigan bo'lsak, shuni
Tak, qaranglar, mana 144 2 ga bo'lsak 72, 908 ko'paga 72. Agarda bu mana bu 10 bo'lganda edi 720 bo'lardi. 720 dan kichikroq sonda mana shu javob bo'ladi. Tushunarlimi? Xo'p, keyingisi neglecting the effect of air resistance a standard of 175 meter high building lands on the ground. Ya'ni neglecting degani bu mana shu hisobga olmaganda degan tarjima qilinar ekanda. Air resistance degani bu havo qarshiligi qarshilik resistance. 175 metr balandlikdagi binodan tashlab yuborilgan tosh qancha vaqtda yerga uriladi? Xo'p, h teng z kvadrat taqsim 2 dan t ni topishimiz kerak. Tamom, bo'ldi. Mana shundan chiqadi. Shundan t ni topadigan bo'lsak, ildiz ostida 2h bo'lingan j bo'lar ekan. Teng. Xo'p, ildiz ostida 2 kara 175, mahrajida esa nechi? 908. Xo'p, qaranglar, tepa 350 bo'ladi. 350 ni 10 ga bo'lganimizda 35 chiqardi, ya'ni 36 ga yaqin son. Shu 908 ga bo'lyapti, yanada 360 ga yaqinlashadi va 350 ni 36 ga yaqinlashadi deganim bo'ldi. 36 ni keyin o'zdan chiqarsak 6 ga yaqin son chiqadi. Tushunarlimi? C javob. Keyingisi a stone is thrown vertically upward with an initial speed of 19.5 meter per second. It will rise to a maximum height of, ya'ni tosh shuncha tezlik bilan yuqoriga otildi, u qanday maksimal balandlikka ko'tariladi? Ya'ni qaranglar, mana bu 0 bilan otilgan jism shunday balandlik borki, bizda jism to'xtaydi, biroz to'xtaydi, yerga tortilib yerga tusha boshlaydi. Ana shu balandlikni so'rayapti, ya'ni maksimal o'sha balandlik bo'ladi. Tushunarlimi? Ana shu uchun demak formula yozsak, v0 kvadrat mahrajda 2j bo'lar ekan. Xo'p, v0 0 ga 19.5 qo'ysak, yana 19.5 ga ko'paytirsak, kvadrat bo'lgani uchun hisob kitobimiz osonroq bo'lishi uchun, xo'p, mahrajda 2 kara 908. Qaranglar, 2 kara 908 19.6 ni beradi. Shuning uchun taxminan bu bilan buni ketadi desak, 19.5 degan javob yoki undan sal kichikroq javob bo'ladi. Chunki mana buni 19.6 19.5 deyapmiz. Mahrajda bir nimadan qolib ketadi. Demak, javobimiz C javob bo'lar ekan. Xo'p, keyingisi a baseball is hit straight up and is caught by the catcher 2.0 seconds later. The maximum height of the ball during this interval is, ya'ni baseball kaptoga tik yuqoriga urildi. Caught by catcher 2 sekund. Caught by catcher, ya'ni caught degani tutib olindi, kim tomonidan? Catcher, ya'ni shu tutib oluvchi, to'pni tutib oluvchi tomonidan. Bu vaqt oralida ko'ptok qanday maksimal balandlikka ko'tarilgan? Qaranglar. Tutib oluvchi endi yerda bo'ladi, buni hammamiz bilamiz. Misol uchun ko'ptok urildi. Misol uchun mana shu odamni o'zi urdi degan, qaytib tushayotgan paytda tutib oldi deylik buni. Ketdi, ana shu yerga chiqdidan keyin yana qaytib keldi misol uchun. Bu yog'iga ham t ketadi, bu yog'iga ham t ketadi. Bizga beryapti 2 ta tni 2 sekund deyapti. Tni o'zini shunda 1 sekund bo'ladi. Ya'ni chiqish yoki tushish vaqti. Ana shu balandlik so'rayapti bizdan. Xolos, endi odamga nisbatan oldimda balandlikni. Shu h teng z kvadrat taqsim 2 bo'ladi. Chunki chiqishda ham, tushishda ham baribir bir xil vaqtda tushadi, chiqadi. Tushunarlimi? Endi ideal holatda deb olib qarayapmiz hozir, ideal holat. Qo'ysak 4.9 chiqadi. Chunki 9.8 2 ga bo'lib qo'yamiz. Mana 1 ga teng baribir. Javob. Keyingisi an object is thrown straight down with an initial speed of 4 meters per second from a window which is 8 above the ground. The time it takes the object to reach the ground is, ya'ni jism yer sirtidan 8 metr balandlikdagi oynadan 4 metr taqsim sekund boshlang'ich tezlik bilan tik pastga tashlandi. Jismning yerga yetib borishi uchun ketgan vaqt qancha?
Xo'p, qaranglar. Mana balandlik. Mana shu yerdan tashaldi deyapti. V0 equal 4, ya'ni V0 4 ga teng deyapti. Ana shu yerga deyapti, ana shu yerga qancha vaqtda tushadi deyapti. T0 topishimiz kerak. Agarda erkin tashlansa, albatta uni bilamiz. H teng z kvadrat taqsim 2 qo'yamiz. Lekin tezlik bilan tashlasa qanday bo'ladi? Endi h formulasi o'zgaradi. V0 karati t plus z kvadrat taqsim 2 degan formula hosil bo'ladi bizda. Kvadrat tenglama hosil bo'ladi. 2 ni bu yoqqa ko'paytirib yuborsak, 16 teng. V0 ga 4 t. Xo'p, plus jini ham 10 deb olib ketaversak bo'lmaskanmi? 10 deb olaveraylik qani. Nima chiqar ekan? Aslida t ni o'rniga necha qo'ysak to'g'ri keladi endi deyapti. Xo'p, 1 qo'yadigan bo'lsak hozir 14 bo'ladi. To'g'rimi? Mana nimaga 2 ga ko'paytirmadim? Bu yoqda 8 bo'lishi kerak edi. Chunki mana 2 ni hozir bunga ham ko'payadi, bunga ham ko'payadi-ku. Mana bunga ko'paytirmasdan ketyapman-da. 8 qaranglar, mana t ni o'rniga 1 qo'ysak agarda 1 qo'yadigan bo'lsak 18 bo'lib ketyapti. Demak, t imiz 1 dan kichikligi aniq-da. Tushunarlimi? Mantiqan fikrlaylik. Yo 08 yo 09 da ikkalasidan bittasi bo'ladi. Endi 08 qo'yib ko'raylik. 08 qo'ysak bu yoqda 6/4, bu yoqdachi 0.64, bu yoqda ham 6/4. Qo'shaydigan bo'lsak 12/8 bo'lyapti. Demak, 08 dan kattaroq son. 12/8 chiqyapti-ku bu yoq. 16 ga yaqinroq bo'lishi kerak. Demak, B javob bo'ladi. Tushunarlimi? Bunaqa misollarni hisoblab bo'lsa shart emas, meni o'ylashim bo'yicha. Javobdan kelsak bo'ladi. Ya'ni kvadrat tenglama hosil qilib, anaqa qilish shart emas. Keyingisi. A stone is released from rest from the edge of a building roof 190 meters above the ground, neglecting air resistance. The speed of the stone just before striking the ground is, ya'ni tosh yer sirtidan 190 metr balandlikdagi bino tomonidan tinch holatdan qo'yib yuborildi. Havo qarshiligini hisobga olmaganda, ya'ni mana resistance aytadi, neglecting air resistance. Toshning yerga urilishdan oldingi tezligi qanday bo'ladi? Xo'p, qaranglar, mana boya yozdik, v0 kvadrat taqsim 2z deb, to'g'rimi? Shu v0 emasda o'zi formulasi bunaqa uni. V0 kvadrat minus v kvadrat taqsim 2z. Xo'p, agarda pastga tashalgan jism bo'lsa, v kvadrat minus v0 kvadrat teskarisi bo'ladi. Chunki sababi pastga tashalgan jismning keyingi tezligi katta bo'ladi. Tushunarlimi? O'shaning uchun o'rnini almashtirib qo'yaman. Mana buni buni deyman. Endi mana shu bizga 0 ga teng. Chunki aytayapti. Tinch holatdan qo'yib yuborildi. V0 0 ga teng va v ni topsak shu yerdan ildiz ostida 2j(h) bo'ladi. Xo'p, 10 o'rniga qo'ysak 2 karra 10 karra h ni o'rniga 190 qo'ysak. Xo'p, qo'yadigan bo'lsak 380 3800 chiqar ekan bu. 60 dan kattaroq son bo'lar ekanda, tushunarlimi? 60 dan kattaroq son. Mana chunki men 10 emas 908 deb olar ekan bu inglizlar faqat. Bilmadim, bizda 10 ga yaqin deb olib ketiladi. Nimaga bular 908 deb bo'ladi, bilmadim. O'shaning uchun bu 3600 dan kattaroq son bo'ladi degan 61 chiqar ekan javob, tushunarlimi? Boshqa javob yaqin kelmayapti umuman, tushunarlimi? Mana shu B javob bo'ladi. Xo'p, keyingisi. An object is thrown vertically upward with a certain initial velocity in a world where the acceleration due to gravity is 19.6 meters per second quadrat. The height to which it rises is that to which the object will rise is thrown upward with the same initial velocity on the reverse neglect fraction. Ya'ni kim? Bu masalani sizga aytsam, qarang. Erkin tushish tezlanishi shunaqa, ya'ni 2 ga teng bo'lgan biror bir davlat emas, endi sayyora demoqchiman. Jx shunaqa sayyorada gi bilan bizni yerdagi
sayyorani balandliklarini farqla deyapti bizga, tushunarlimi? Ya'ni bir xil tezlik bilan otilsa deyapti. Bu ham bu nol bilan otilsa, bu ham bu nol bilan otilsa. Qanday bo'ladi balandlik? Qaranglar, jx hx hisoblasak, v0 kvadrat taqsim 2 kara jx. Xo'p, qo'ysak, v0 kvadrat mahrajida mana bu teng bu mana bu. Mahrajida 4j keladi. Chunki jx ni 2 ga qo'yamiz. Endi yerkini hisoblaylik. Yerkini hisoblasak, yana shu v0 kvadrat taqsim 2j yer. Va j yerning o'rniga j ni o'zini qo'yamiz. Qaranglar, mana nima farq kelyapti. Mana bu j yer, h yer taqsim 2 degan narsa xulosaga kelamiz. Tushunarlimi? 2 marta kam bo'lar ekan. Xo'p, half degan javob, tushunarlimi? Half. Twice, 4 times, ya'ni 4 times degan 4 marta katta. Ildizosida 2 times degani ildizosida 2 marta katta. Twice degani ikkilangani degani. Tushunarlimi? Half degani yarmi. Mana shu half bo'ladi javob shuning uchun. Cannot be calculated from the given data. Okay, bu narsa shart emas bizga bilamiz. A projectile is shot vertically upward with a given initial velocity. It reaches a maximum height of 100 meters. If on a second shot the initial velocity is doubled, then the projectile will reach a maximum height of, ya'ni snaryad ma'lum bir boshlang'ich tezlik bilan tik yuqoriga otildi va u 100 metr balandlikka erishdi. Agar ikkinchi safar otilganda boshlang'ich tezlik 2 barobar oshirilsa, snaryad qanday balandlikka erishadi? Qaranglar. O'zi balandlik bilan tezlik qanday bog'langan? Shuni hozir nima qilaylik? Tahlil qilaylik. Balandlik bilan tezligimiz, ya'ni balandlik tezlikning kvadratiga proporsional. Tushunarlimi? Misol uchun, ikkinchi safar 2 barobar orttirilgan bo'lsa, birinchi safarga nisbatan 2 v0 bo'lsa, 4 v0 kvadrat bo'ladi. Tushunarlimi? 4 v0 kvadrat bo'ladi. Shundan kelib chiqadiki, bu 100 metr bo'ladigan bo'lsa, bu 400 metr bo'ladi. Ya'ni 4 marta katta bo'lganidan keyin 400 bo'ladi. Tushunarlimi? Javob. Keyingisi. One object is thrown vertically upward with an initial velocity of 100 meters per second and another object with an initial velocity of 10 meters per second. The maximum height reached by the first object will be that of the other. Yani birinchi jism 100 metr boshlang'ich tezlik bilan, mana ikkinchi jism esa 10 metr boshlang'ich tezlik bilan tik yuqoriga otildi. Birinchi jism erishgan maksimal balandlik ikkinchisining maksimal balandligidan qancha farq qiladi? Xo'p, tezliklari farqini topib olsak bo'ldi biz. Tezliklari farqi qaranglar, v1 taqsim v2 nechaga farq qilyapti? 10 ga farq qilyaptimi? Demak, balandliklari 100 ga farq qiladi. Tushunarlimi? 100 ga. Kvadratga farq qiladi. Mana 100 times degani. Keyingisi, the area under a velocity time graph represents acceleration changes in acceleration, speed change in change in velocity, displacement. Ya'ni tezlik vaqt grafiki ostidagi yuza nimani ifodalaydi? Qaranglar, tezlik ostidagi yuza desa, tezlik vaqt. Misol uchun o'zgarmas tezlik. Ana shu yuza nimani ifodalaydi? Yo'lni ifodalaydi yoki ko'chishni ifodalaydi. Tushunarlimi? Yo'l yoki ko'chish. Ko'pincha ko'chish ishlatiladi, lekin tushunarlimi? Ko'chish ishlatiladi. Va javob bo'ladi shunday. Keyingisi, displacement can be obtained from, ko'chishni quyidagilardan qaysi biridan aniqlash mumkin? The slope of an acceleration time graph, the slope of a velocity time graph, the area under an acceleration time graph, the area under a velocity time graph, the slope of an acceleration time graph. Slope degani bu egri chiziq degan ma'noni anglatadi menimcha mana shu. Slope faqat egri chiziq. Xo'p, ko'chishni quyidagi qaysi biridan aniqlash mumkin? Tezlanish vaqt grafining tikaligidan, slope og'ishidan, og'ish degani tushunarlimi? Ko'chish, ko'chishni biz boya aytdik. Shu tezlikning vaqtga bog'liq grafikdan aniqlanadi, bo'yalgan sohasi, yuzasi. Xo'p, tezlik vaqt qiyaligidan, yo'q, qiyaligidan emas, ostidagi yuzadan mana tushunarlimi? Javob. Keyingisi,
An object has a constant acceleration of 3 meter per second quadrat. The coordinate versus time graph for this object has a slope that increases with time. That is B of the that is constant. C that decreases with time. D of 3 meter per second. E of 3 meter per second quadrat. Jism o'zgarmas tezlanish bilan harakatlanmoqda. Ushbu jismning koordinata vaqt grafikining qiyaligi deyapti. Qiyaligi koordinata vaqt. Qaranglar, mana tezlanish bilamizki o'zgarmas tezlanish bo'lishi kerak. Bizda o'zgarmas tezlanish bo'lsa, grafik bunday egrilangan bo'ladi. Sababini aytib beraman. Sababi v0 plus at kvadrat taqsim 2. Ya'ni bu yoqda t kvadrat bormi? Xohlaymizmi, yo'qmi? Parabolik nima bo'ladi? Chiziq bo'ladi. Chunki kvadrat tenglamani funksiyada kvadrat funksiyada parabola bo'ladi funksiyaning grafiki. Shuning uchun ana shunday bo'ladi. Vaqt endi aytayapti, bu vaqt o'tishi bilan ortadi. Koordinata vaqt o'zgarmas bo'ladi, vaqt o'tishi bilan kamayadi. Shu vaqt o'tishi bilan ortadi degan bo'ladi javob. Ya'ni qaranglar, vaqt o'tyapti va bu ham ortib boryapti. Mana keyingisi, oxirgisi. The coordinate time graph of an object is a straight line with a positive slope. The object has constant displacement, steadily increasing acceleration, steadily decreasing acceleration, constant velocity, steadily increasing velocity. Ya'ni jismning koordinata vaqt grafiki musbat qiyalikli to'g'ri chiziqdan iborat deyapti. Xo'p, qaranglar, to'g'ri chiziqdan iborat. Musbat qiyalikli to'g'ri chiziqdan iborat. Bu bunday deyapti, qaranglar. Manfiy ham bo'lishi mumkin, koordinata chunki past ham bo'lishi mumkin. HT bo'lsa, musbat to'g'ri chiziqdan iborat. Bunday bo'lsin, xolos, bunday bo'lsin. Jism qanday harakat qilmoqda? Qaranglar, o'zgarmas ko'rsatkichga musbat qiyalik deb mana shuni aytgan bo'lsa kerak, unda qiyalik mana. Og'ish emasda, bu qiyalik emas. Ortib boryapti degani bu tezlikni. Sababi vaqt o'tishi bilan koordinata ortyapti, qaranglar. Vaqt o'tishi bilan koordinata ortib boryapti. O'zgarmas emas, kamayuvchi emas, ortib boryapti mana. Bu degan tezligimiz nima deydi? O'zgarmas tezlikka ega. To'xtanglar, men chalkashib ketibman, uzr. Tezlik o'zgaruvchan bo'lsa bunday bo'lmaydi-ku. Tezlanish hosil bo'ladi, tezlik o'zgaruvchan bo'lsa. Tezlanish hosil bo'lsa, demak grafikimiz parabolik shaklda bo'ladi. Hop, nimalar deb tashlayapman hozir? To'xtanglar. To'xtanglar dedik. Hozirgina inglishman. O'ylash kerak endi. O'ylashimiz kerak. Xo'p, agarda shu qiyalik bo'laydigan bo'lsa, bo'ldi, esimga keldi, qaranglar. Mana shu yer misol uchun 10 degan nuqtadan chiqsa, misol uchunda ana 1 sekund, ana 2 sekund, ana shu yerlar borki, mana 20 bo'ladi, mana bu 30 bo'ladi. Tushunarlimi? Va oradagi koordinatalar, qarasizlar, o'zgarmayapti. Vaqtlar ham o'zgarmayapti. O'shaning uchun o'zgarmas vaqtda o'zgarmas masofa bosib olinyapti. Qaranglar, mana birinchi holatda ham tezlik topsanglar bir xil chiqadi, 10 chiqadi. Ikkinchi holatda ham 10 chiqadi, uchinchi holatga qarasangizlar ham, chunki sizlar holat qayerga qarayapsizlar, qaranglar, mana ayirma. Ana shu yerdagi ayirma masofa necha chiqdi? 10 chiqdimi? Bu yoqda necha sekund chiqdi? Shu 1 sekundda 10 metr bosib o'tyapti. Mana bu yoq ham 10, bu yoq ham 10. 1 sekundda 10 metr bosib o'tyapti. Bu degani tezlik har doim shu 10 metr taqsim sekundga teng bo'ladi yoki konstanta deb yozib ketamiz fizikada. O'zgarmas. Tushunarlimi? D javob bo'ladi, to'g'risi. Men yanglishman.
Xo'p, 30 minutdan oshibdi videomiz. Videomizga demak maksimalniy grega tayyorlanganlar bo'lsa tarqatinglar. Telegram kanalda ham aktiv bo'linglar. Hali xudo xolasa testani olib boramiz grega. Hop, birga tayyorlamoqchi bo'lganlar listkaga yozib qo'ysa bo'ladi bemalol. Mayli, sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Hop, keyingi darsgacha ko'rishguncha.